Bo'lmasa tushalik tezroq gap. To'xtagin oshna. Seni bu mashinangni turishini ko'rib senga qimmat aytadi oshna. Menga ishonasanmi? Men o'zim arzon gaplashib chiqib beraman. Necha yildan beri do'stmiz, yo menga ishonmaysanmi oshna? Bilasan-ku, doim senga ishonganman. Bo'pti, tezroq gaplash. Ustaga. Hozir aka, keling, nima xizmat aka? Assalomu alaykum ustaga, yaxshimisiz? Endi aka, buni kvadrati qancha bo'lyapti ekan? Endi aka, bizning ishlar 120 mingdan boshlanadi. Sizga yoqadigani 135 ming. Ha, 135 ming deng. Endi aka, gap bunday. Tashqarida bitta boy o'rtog'im turibdi. Hozir 135 ming deb aytganingizni 160 ming deb aytasiz. Ha, u yog'ini 50 kelishamiz. Nima deyapsiz aka? Yo, men bunaqa ish qilmayman. Aka, u yog'ini menga qo'yib bering. O'zim javob beraman u yog'iga. Ish qilib 135 ming deganingiz uyaltirib qo'ymaydimi? Aka, meni Muhammad Tunikafonchi deyshadi. Men ishimga javob beraman. Hoji aka, xudo xolasa to'y boshlab qo'yganmiz, oilaviy kelasizlar. Ismoil, mana ustaning o'zlari. Gapingizda aka. Aka, asli sizga to'g'ri keladigani 160 ming edi. Lekin shunday do'stingiz bor ekan, men havas qildim. Sizga 135 ming qilib beraman. Bu meni ham sizga shu do'stliklaringga sovg'am. Rahmat ustaka, tanjoningiz sog' bo'lsin. Meni shunday do'stim bor-da, bolalikdan do'stmiz u bilan. Bo'lmasa ustaka ertaga kutaman-a. O'ting olman. Aka, siz to'xtang-da. Aka, hamma ishni pachaba qildingiz-ku. Aka, chin do'stingiz bo'lsa, do'st orqasidan bunaqa pichoq urilmaydi. Yana ham tag'in do'stingizga indamadim. Agar aytganimda betingizga tupurib ketardi shayda. Bitta narsani unutmang. Asakada meni Muhammad Tunikafonchi deb tanishadi. Nomimdan, savlatimdan emas, qilgan mehnatimdan, halolligimdan, ishimni puxtaligi uchun. Shuncha yillik qilgan misqollab yetgan obro'yimda bunaqa ishlaringiz bilan to'kmang aka.